Jahongir Ortiqxo'jayev. U odamni qilgan harakatini uncha odam qilmagan. Nimaga u boy? U osmondan unga chemadanda pul tushgani yo'q. U yoshligidan shu boshidan hech kim, hamma uyda uxlab yotganda, choyxonada pishillab osh yeganda u harakat qilgan, chet elga borgan, investitsiya olib kirishga harakat qilgan, shartnomalar qilgan, zavodlar qurishga harakat qilgan, tushundingizmi? Shuning uchun u uspешный. Ko'p bemorlarim aytadi, Alisher aka, sog'lom turmush haqida gapirasiz, lekin dangasaman deydi. Nima qilsam bo'ladi? Hamma dangasa. Men ham dangasaman, siz ham hammamiz dangasamiz. Ya'ni dangasalik bu insonga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Ya'ni dangasalik nima? Sizni nafsingizga yoqadigan narsa. Yotish, ovqatlanish, ko'proq dam olish, ish qilmaslik, qaniydi bitta joydan pul kelib tursa, siz dunyo kezib aylanib yursiz. U kamdan kam bo'ladigan holat. Bildingizmi? Bitta joydan 5000 dollar kelib tursa, siz dunyo kezib aylanib yursiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Sog'lom bo'lmoqchimisiz? Faqat harakat. Dangasalikni yengasiz. Nafsingiz yot uxla deydi, yo'q, turasiz, harakat qilasiz, sportga chiqasiz, to'g'ri ovqatlanasiz, sog'lom bo'lasiz. Uspешный bo'lmoqchimisiz? Ya'ni boy, badavlat, ya'ni o'zini shakllantirgan inson bo'lmoqchimisiz? Turasiz, harakat qilasiz, kerakli joylarga borasiz, unga yalinasiz, bu bilan gaplashasiz. Shuni qilib siz nima bo'lasiz? Boshqalardan ajralib chiqasiz. Hamma boylar, hamma anaqa odamlar. Masalan, o'sha ko'p kuzataman. Jahongir Ortiqxo'jayev. U odamni qilgan harakatini uncha odam qilmagan. Nimaga u boy? U osmondan unga chemadanda pul tushgani yo'q. U yoshligidan shu boshidan hech kim, hamma uyda uxlab yotganda, choyxonada pishillab osh yeganda u harakat qilgan, chet elga borgan, investitsiya olib kirishga harakat qilgan, shartnomalar qilgan, zavodlar qurishga harakat qilgan, tushundingizmi? Shuning uchun u uspешный. Yoki bo'lmasa o'sha mana Murat Nazarovmi? Murat Building asoschisi. Qarang qanaqa o'zini aniq qiladi. Demak, ular shunaqa odam. Nimaga ular ommadan ajralib chiqdi? Ular institutni bitirdim. Bo'ldi, endi mana shu ish topib olsam, kakras 7-8 million oyligim bo'lsa, zo'r bo'lardi. Oylik ishlatib, bola chaqaga unaqa qilmadi ular. Ular ajralib chiqdi, harakat qildi, o'zini yengdi. Nafsi aytgan narsani teskarisini qildi. Uxla desa uxlamadi, harakat qilmay qo'y, nima qilasan desa qildi. Tushundingizmi? Shuning uchun ularda muvaffaqiyat yuzaga keldi. Uyda yotib, u orzu, shu yoshlarga gapim bu, shu ko'p keladi menga. Osmondan pul tushib qolish, kimdir sizga tap etib 5 million dollar sovg'a qilib yuborish, hadya qilib yuborish, u orzu. Hammani xayolidan o'tadi. Va bittasi kelsa, men senga deb 2 million dollar bersa, men buni qilsam, bo'lmagan gap, bo'lmaydi. Demak, harakat qilasiz. Sog'lom bo'lish uchun ham